Bugungi video darslik kursigimizda esa рабочий stolda Word dasturidan saqlanib bo'lganni рабочий stolga chiqarish, qanday qilib chiqarishni o'rganib chiqamiz. Men ko'rib turganingiz oldinda saqlanib bo'lganini nima qilyapti? Sizlarga yana X bosgandan keyin nimalarga amal qilishini nechta ko'rsatilishini ko'rsatib bermoqchiman. X bosganda nimalar chiqishini ko'rsatib bermoqman. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda 3 ta variant. Birinchisi saqlanadi o'zi. Ikkinchisi net saqlanadi. Bu keraksiz ana bo'lsa, shu nomiga bitta ishni nomiga qilib turgan bo'lsangiz, shuni net saqlanadi deb bosasiz. Promoy saqlanadi bo'lmay chiqib ketadi. Uchinchisi esa mana shundan yo'qotish. Mana shuni xohlang X bosing, xohlang mana shuni bosing. Bizga hozir saqlanayot kerak bo'ladi. Va saqlanayot deb bosganimizdan keyin saqlanayot yana bitta bosamiz. Bo'ldi. Keyin sizlarga yana bitta narsani aytaman. Agar u Wordga kirib o'tirmaysiz, mana shu рабочий stol orqali kirib olishingiz mumkin. Ana qilib olishingiz mumkin-da. Endi qiynalib, topib o'tirmaysiz-da. Ko'rib turganingizdek, mana chiqib keldi. Рабочий stolimizga chiqarib olamiz. Chiqib oldi. Ko'rib turganingizdek, mana Bektemur papkasi, Word'dagi saqlanib bo'lgan papkasi рабочий stolga chiqarib oldik. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, uni aytishim shart emas. Agar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqa kontent videolarni qo'yib boraveraman. Agar sizga notebook haqida qiziq, notebookga parol qo'yish, olib tashlash, narxi qiziq bo'lar ekan bo'lsa, kanalimizga aytganimdek obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa kontent videolar bor. Notebookga parol o'rnatish, olib tashlash, notebookga Telegram o'rnatish, ochish, ana shunaqa videolari bor. Endi ochish videolarini qo'ymaganman, to'g'risini aytaman, lekin ochish o'rnatish ularni ham ana qilaman. Agar keyingi video darslik kursigimizda YouTube mana shunaqa ko'rib turganingizdek рабочий stolga skachat qilishni o'rganamiz va mana shu рабочий stolga qanday qilib chiqarishlarigacha ko'rsatib beraman.